2 yil oldin bo'lgan voqea. Ismim Sabina. 2ta bolam bor. Erimni yaqin do'sti bor edi. Har doim bizanikiga kelib yurardi. U bola o'ylanmagan, bo'ydoq bola edi. Bir kun ichib erimni so'rab keldi. Darvozani ochsam, ichib olgan erimni so'radi. Yo'q, uyda chiqib ketganlar dedim. Unda siz kerak menga. Kelin deb qo'limdan ushladi. Qo'rqib ketdim. Erimga ayta olmasdim ham, noto'g'ri tushunadilar deb, boring ichibsiz deb darvozani qattiq yopib qo'ydim. Erim keldi, настроением yo'q edi. Nima bo'ldi, tinchlikmi dedi. Ha, tinchlik dedim. Erim Rossiyaga ketish kerak edi. Bozorga kiyim qilgani chiqdik. O'sha do'sti bozorda ko'rib qoldi-da, "Do'stim, Rossiyaga ketyapsanmi?" deb kulib menga qaraydi. Boshqacha bo'lib ketdim. Oradan 4 kun o'tdi. Erim Rossiyaga ketdi. Yarim kechasi erimni do'sti o'yimga keldi. "Kelin, darvozani oching, sizda gapim bor" dedi. Qo'rqib ketdim. Darvozani ochgandim. Qo'limdan ushlab oldi-da, "Kelin, ikkalamiz gaplashaylik, do'stim bilmaydi" dedi. "Jinnimisiz? Do'stingizni xotiniman-ku, nimaga bunday qilyapsiz?" desam, "Nima qilibdi? Do'stlik o'z yo'liga" dedi va telefon nomerimni so'radi. Berdim, ketdi uyiga qaytib. Telefon qildi, gaplashdim. To'g'risi, o'zim ham zerikkandim. Oxiri o'sha erimni do'stini yoqtirib qoldim. Uchrashdik. Hamma narsalar olib berardi menga. Erimdan ham ko'p mehr bera boshladi. Hamma ishlarni bajardik. Rassa baquvvat bola edi. Ichsam mani o'yimga kelardi. Ertalab ketardi. Bir yil shunday yurdik. Oxiri bo'yimda bo'lib qoldi. Borib o'ldirib tashladim. Erim bilsa mani o'ldirardi-da. Haligacha shu bola bilan yuraman. Imijimida baribir o'zim ham yoqtirib qolganman. Erim olib bermagan narsalarni bir og'iz aytsam olib beradi. Mehrli bola, issa ham shunaqa gaplar. Haligacha gaplashib yuraman. Erim bilmaydi lekin.